Masjidning yonidan uy olaman deb orzu havas qilib yurgan mijozlar uchun ajoyib taklif. Domdan tushishinglardan Domilani pastida metro Noza joylashgan. Endi esa uy ichini obzorini ko'ramiz. Bu uyimizning zal qismi, ya'ni stadion desanglar ham bo'ladi. Ko'ryapsizlar qanaqa katta va keng. Mana shuni o'zi 30 kvadrat o'rtoqli. Endi qolgan joylarni ham obzorini ko'rsataman. Bu yoq tomon shunday liftdan chiqishinglardan uyga o'ziga kirib kelasizlar. Bu uyimizda общий koridor emas, bu отдельный вход deyiladi. Liftdan chiqdinglar to'g'ri uyga. Bu yoq tomonda esa bu spalnya xonasi. O'rtoqlar ahamiyat beradigan joylar, xonalar ham, sanuzel ham, kuxnya ham hammasi alohida bo'ladi 9 qavatli domda. Bu yerda vannamiz, bu yerda hojatxonasi. To'g'ri kuxnyaga kirib kelinadi. Bu kuxnyamizning ko'rinishi. Shunday o'tib bitta ko'rsating. Mana shu videoda ko'rinayotgan narsalari ham qoladi. Issiq suv, sovuq suvdan umuman muammo yo'q. Joyini ko'rdinglar o'rtoqlar. Realni odam orzu havas qiladigan joyda. Sababi uylarga 5 mahal azon ovozi eshitilib turadi. Uyimizda 2 xonali 3-qavatda, jami 9 qavatli domda joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsa $94,000 so'raymiz. Faqatgina naqd xarid qilasizlar. Ozroqgina kelishtirib baraka qilamiz. Bunaqa ideal lokatsiyadan uy chiqishi sal qiyinroq. Mana shunaqa imkoniyat hozir sizda bor. Siz bu uyni xarid qilsangiz bo'ladi. Pastda nomerlarimiz turibdi. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Uy-joy sitiga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Uy-joy siti bilan oson va qulay.